Assalomu alaykum azizlar, kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi ma'lumotlardan xabardor bo'lish uchun kanalimizga obuna bo'ling. Diqqat, tezkor xushxabar tarqating. Muhtaram Prezidentimiz topshirig'iga asosan aholining taklif va istaklarini inobatga olgan holda avtomobil yo'llarida harakatlanish tartibini yanada takomillashtirish, haydovchilarga qo'shimcha qulayliklar yaratish hamda ularni qiynab kelayotgan muammolarni bartaraf etishga qaratilgan hukumat qarori qabul qilindi. Qarorga muvofiq joriy yilning 1-iyun kunidan boshlab yo'l chiziqlarini bosib qoidabuzarlik sodir etish holatlari maxsus avtomatlashtirilgan foto va video qayd etish dasturiy texnik vositalari orqali qayd etishga yo'l qo'yilmaydi. To'xtash chizig'i 533 yo'l belgisi bundan mustasno. Ya'ni haydovchi chiziqni bosib olsa, bu qoidabuzarlik fotoradar yoki videokamera orqali qayd etilmaydi. Demak, avtomatik ravishda jarima yozilmaydi. Lekin yo'l patruli xizmati xodimi tomonidan aniqlanganda qoidabuzarlik o'rnatilgan tartibda rasmiylashtiriladi. Bu ma'lumotni barchaga ulashib ogohlantirib qo'ying. Eng so'nggi xabarlar bizning kanalimizga obuna bo'ling.